Assalomu alaykum qarindoshlar. To'g'ri mulozim yurish darsiga xush kelibsiz. Bu bizning 19 qismlik darsi. Oldingi qismlik biz darsda shu iltimosni qanday XML folder orqali saqlab, XML format shaklda. Shuning ichiga qimmat kirgizishni avtomatlashtirishning dastlab qadamini o'rgangan. Bu qismlik darsda shuning davomini o'rganamiz. Ya'ni country info ning qanday mishaga biz qimmat kirgizishni o'rganamiz. Avtomatlashtirib, qo'l bilan kirgizmay. Endi qanday qilamiz degan chaqda biz eng avval mushuni oldingi qismlik darsda mar requestning mazmunini qanday avtomatik elish va uni XML folder saqlashni o'rgangan. Oldingi qismlik darsda ko'rib baxsanlarda, bu qismlik darsimizda davomi qanday qilib qimmat kirgizish. Qimmat kirgizish uchun biz bir qimmat o'ylab olaylik. Bu qimmatni biz property saqlaylik, test suitninki. Masalan, yana bir qimmat kirgizay. Name deb qo'yat, yo'q. Ma davlat deb bakan buni men TR Turkiya anlam kirgizay, TR deb. En baş TR ni mishaga Groovy script'dan qanday olamiz degan chaqda definition qanday davlat deb xalqan ism qo'yib olsak bo'ldi miyaga. Groovy script'dan qanday oldik? Test runner bilan shunaqa. Mush qimmatni mishaga test runner bu country ma Groovy script bilan bir test case o'qishqa test case ham olsak bo'ldi. Agar bir test case olmasa test suit chiqib test suitdan test case qilib test casening ismini yozib uni keyin kiritdik shunaqa. Test case get property value ismi nima? Davlat qo'y. Davlat deb saqladik qo'y. Endi biz mush davlatni ma countryning qanday miyaga kirgizamiz. Bu yer qanday kirgizamiz degan chaqda bizda mush hamma request bor, saqladik XML folderlar. Buni qanday kirgizamiz desak, endi mush tugun node deydi, mana shu web qo'y, mana tuguni. Misha orqali Express orqali topamiz mishaga. Express qanday topishni burungi darsda so'zlagan, oldingi qismlik darsliklarda. Shuni qarsanglar bo'ldi. Ya'ni avval ma parent node ma o'q node tugundan boshlab mishagacha olamiz shunaqa. Mana ko'paytib olay. Ya'ni mush country info XML ga mek saqladik XML folder shaklida. Country info XML ga set node value. Mush node ning qiymatini belgilaymiz. Uni qanday topamiz? Double slash bayam ko'paytib oldim-ku, mana node web. Undan keyin single slash kings nima biz topmoqchi bo'lgan kirgizmoqchi bo'lgan. Del musha. Qanchasi bo'lsa o'xshash shaklda qilamiz, ha? Farqlanmaydi boshqasi. Mana mishagicha qanday mush qimmatga nimani kirgiz demoqchi biz? Mush qimmatni. Buni men davlat deb saqlab oldim-ku. Mana mush qimmatni kirdim. Davlat. Endi buni qanday qilamiz? Buni get XML orqali ma'ng'uzimiz shuni bilan avtomatlashadi degan gap. Men o'chirdik clear. Taqlanlar. Miya deyishim yo'q. Country not found dedi, ma response da request cho miya deyishim yo'q. Ma'ng'uzdimi? Mana. Chiqirpadi. Bu yerga nimani kirgizdi? TR. Mana miyadagi qimmatni property dedi. TR ni kirgizdi. Qarsanglar. Qarsanglar miyada deyishim yo'q. Biz hozir mishaga qimmatni kirgizmoqchimiz. Avtomatlashtirib. Ya'ni get XML orqali qurib oldik. Endi qanday qilamiz? Aşağıya set value qilsak ham bo'ldi.
Biz ma request'ni qurib oldik-ku, country info request deb. Country info request mana bu shunaqangi. Biz boshqa yangidan birini qo'llaylik. Def set request value dey buni. Shu qiymatini test runner bilan yana requestni topamiz. Test runner test case test step bu. Country info ma test step şekilde. Test steps bunun ismi country info. Daha bo'lsa bu yerdan biz oldingi qitim get property value orqali requestning ham request erishgan. Undan oldingi XML folder hisob qo'ygan. Endi biz qanday qilamiz? Buni erishib bo'ldik mushagicha. Mushning qiymatini set property value qilib o'zgartamiz. Uni qanday? Set property value yine request ga qani mushni qatimiz demakchi. Endi mana qizayli. Mana calculate. Xatolik uchur chiqib oldi. Line 3 deydi. Yo'q, 31. Ma'noda xatolik uchurib ekan. Set request value qilib oldim. Test runner, test case, test steps, country info mana. Country info. Buni set property value qilib request country for mana. Biz buni new country XML deb olaylik. Tan qilib. Endi buni endi mang'ilsaq mangda o'tdi. Ya'ni endi mana qiymatga qaranglar. Country info. TR kirdim. Eslan. Mana o'chirib o'tdim. Yan Groovini mang'ilsam yan TR avtomatlash degan gap. Bugungi darsimiz mushagicha tushungan nuqtalar olsa asosiy inkasga qoldirsam bo'ldi. Rahmat.